Mashina ham. Bunisidan ham baraka toping, unisidan ham baraka topdilar. Gilamni mana shu gap kerak bizga boramiz. 10.200 emas, 10.100 ga beramiz. Yana 100 o'tib beryapti do'st. Bu 2026 yigirma. Mana mana shu Cobalt'imiz. Shavkat aka. Aytvordim mana. Aytibordingiz. Endi nima bo'ladi? O'tib Ramazonga 12600. hop, ro'za styllardan xudo xolasa kimga mana shu metan propanda yaxshi yuradigan stayl kerak bo'lsa, juda ko'p olib kelganmiz. Soni ko'p. Cheklanmagan bo'ladi. Notariuslar bonus qilib beramiz. Ana sekingina baqir-chaqir qilmaymiz. Baqir-chaqir yo'q. Mana ko'ryapmiz, foydasi yo'q baqir-chaqir qilgan. Ommaga chiqadi. Bir lamchini yaxshi tomonini aytaman. Ikki lamchi avtokreditlarda bank konsalting uslugi degan narsa bor. Bank xizmat haqqi. Bir lamchida shu narsalar yo'q. Faqat Har biriga. Ramazonni ichida 30 kunda kelgan har bitta mijozimizga bitta sovg'amiz bor. Ana. Xohlasa, "Oka, shunaqa dudingiz. Men sizni podpisчигingizman, ko'ruvdim" desa, videoyingizni ko'rib keldim desa, o'sha odamga sovg'amiz bor. xudo xohlasa. Oyiga Biz vahma qilmaymiz. Uzog'i bir 2 soat xudo xohlasa hammasi ishlab tursa, joy-joyida ishlab ketadi. Nomerlarimiz. Oyiga 3.300.000 so'mdan bemalol kelib xarid qilish. 3.300 dan bo'lyapti. 3.300.000 so'mdan. Hozir Sumovoy hech qanaqa so'mda, yevro, dollar, firma degan narsalar yo'q, zalog, balog degan narsa yo'q. Mana oddiy avtokredit bo'ldi. Sergeli mashina bozoridan qaynoq yangiliklardan boshladik. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun 14-fevral haftaning shanba kuni Sergeli bozoridan xudo xolasa mana har doimgidek Shavkat Avtodan sizlarga yangiliklar chiqarib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar beramiz. Like'larni bosib qo'ying do'stlar. O'rtakash saygaklarga aldanib qolmang. Mana Glavniy darvozadan kirib kelishda 5-qator mashinani egasi do'stlar mashinani boshida bo'ladi, ko'chalarda turib olmaydi. Aldanib qolmangizlar. Sizlarga ishonchli doimni har doimgidek ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hamid aka, charchamayapsizmi? Hormaysizlar. Bardammi? Sonlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hoji aka. Sonlaringiz yaxshimi? Nima qilib yuribsiz endi ertalabdan? Shu xalq xizmatidamiz sizga o'xshab. Baraka toping. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Sergeli mashina bozor eng katta bozordamiz. Hammanglar xonadoningizga yaxshi mashina nasib qilsin, xizmatinglardamiz. Xudo xolasa har doimgidek biz mana Cobalt'lardan davom ettiramiz. Trenddagi mashinalar do'stlar mana taxlanib turibdi. Xudo xolasa hammasidan bor, Shavkat aka. Hammasidan bor. Mana xo'jagam bittani bosdilar, xudo xolasa. Akam, Uji savdo bo'ldingiz, 9 bo'lmasdan. Undan ham baraka topdingizmi? Baraka topdik mashinadan. Baraka. Endi bozorni aylanib, kelsak Shavkat akaga arzon ekan mashinalar. Hammalaringizga tavsiya qilamiz. Qatga ketdi xudo xolasa. Xolasa Buxoroga. Barcha buxorolik aka-ukalarga salom. Hammani xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsin. Yaxshi mashina ham. Bunisidan ham baraka toping, unisidan ham baraka topdilar. Gilamni mana shu gap kerak bizga, xudo xolasa. Narx kerak emas, boshqa kerak emas, shu akalar rozi bo'lsa bo'ldi. Qolgani qiziq emas. Men ham xo'jaga bitta oldilar, maslasidan oldilar. Oka, yaxshiligiga mening, xudo xolasa yaxshilik bo'lsin. Xo'p, ketdi mana. Bu yog'i mana MCM style. Xo'p, bu ham MCM style aka. MCM, ya'ni eskicha varianti. MCM style, Mightphone eskicha bo'ladi. Turimiz ham bor, bir dona. 5 probegmi? Skidkaga tushgan, 5 probeg. Yo'q. 2 bu. Xudo xolasa, Kamoliddin qarang. Buni 11.200 ga berib yuboramiz. Notarius tekin bo'ladi, 11.200. Ana do'stlar. Xo'p, 21imizni 22imizni 10.100 ga berib yuboramiz. 10.200 emas, 10.100 ga berib. Yana 100 o'tib beryapti do'stlar. 23imiz bor mana. Buni ham kraskalar tozami? Buni ham 11 nari berib yuboramiz, xudo xolasa. Mana narxlari bilan. MCMlar mana qora ranglari ham bor. 24 40 ming yurgan oqimiz ham bor. 24 10 ming yurgan tinov holatda ham bor, probeg kam ham. 10 ming yurgan ekan bunisi. Hop, qora bayir koja salon bor. MCM Midnight eng fullidan do'stlar. Bular MCM style. MCM mana metan qo'yilgani bo'lsa, qani edi deydigan muxlislaringizga. MCM metan qo'yilgani ham bor. Propanichi? Bor. O'zimizning Midnight style Midnight bo'lar, jaydari metan propanda yaxshi yuradigan. O'shandan ham bor, xudo xolasa. Mana MCMlar 5 probeg do'stlar hammasi. Bular mana o'zimizning jaydari style. Ya'ni jaydar style degani sinovdan o'tganimiz bor-ku. Eski variantida. Stylelardan xudo xolasa kimga mana shu metan propanda yaxshi yuradigan style kerak bo'lsa, juda ko'p olib kelganmiz. Soni ko'p.
cheklanmagan xullas. Notariuslar bonus qilib beramiz. Kelavringlar. Kredit naqd bo'laveradi, xudo xolasa. Mana bu yog'i mana aralash, style, MCM har xilidan taxlab qo'yganmiz. Do'stlar, Xo'p. variant ko'p. Mana Cobaltni tur-turidan shu yerda. Bu yog'i Kesalar, orqa mana bo'lmasa. shu o'zimizdan Jaydar styledan 1-2 rat. Bu 30 ta 40 ta bor style. Kevrishadi, xudo tashlangan. xolasa. Xullas, mana shu banner tagida adashib qolmang do'stlar. O'rtakkash har xil saygaklar ko'payib ketgan. Hop, haqida kirish qismida chap tarafda joyimiz bor. O'tlar faqat sklad. Mashina qo'yib qo'yamiz. Saygak bolalar turib olib kelinglar, belinglar deb turadi. O'shanga yo'q, ukam hech narsa kerak emas. To'g'ri ichkariga kirib kelsanglar, mana shu yerda o'zimizda bo'lamiz. Mashinalar ochuv mana hammasini kalitini beramiz. Hujjatini nomingizga qilib beramiz. Keyin pulini berasizlar. Zakilat ham kerak emas. Hop, muddatli to'lov. Muddatli to'lovga to'g'ridan to'g'ri birlamchi avtokreditlar ochilgan. Hamid to'g'ridan to'g'ri birlamchi 12 ta viloyatga kreditlar ochilgan. Hop, birlamchilar salondan to'g'ridan to'g'ri 12 ta viloyatga. Assalomu alaykum avvalambor. Har kuni, har doimgidek, ana sekingina baqir-chaqir qilmaymiz. Baqir-chaqir yo'q. Mana ko'ryapmiz, foydasi yo'q baqir-chaqir qilganini. Odamlar tushunib qoldi bu narsalarni, o'zi sekin-sekin baribir tegi chiqadi. Mana har doimgidek o'zimiz Jaydar avtokreditlar. Birlamchisi ham bor, ikkilamchisi ham bor. U birlamchida haligi yatiti-patiti qilmaydimi? Yatiti degan narsalar yo'q. Oddiy bandlik bilan o'tadigan narsa. Ro'sta o'z nomiga chiqadi. Birlamchini yaxshi tomonini aytaman. Ikkilamchi avtokreditlarda bank konsalting uslugi degan narsa bor. Bank xizmat haqqi. Birlamchida shu narsalar yo'q, faqat sug'urtani o'zi bo'ladi. Mana bu ancha yaxshi narsa. Ana to'layotgan pulini ko'p qismi bosh to'lovdan ayriladi. Xarajatiga kam pul ketadi. Necha pul bilan misol uchun mana MCM eng fullini qancha bilan bosh to'lovini, oylik to'lovi? Misol uchun eng fuliga yo'q, full emas, hamma joyda style qilishyapti. Mana oddiy prosto. mana o'zi Cobaltlarimizni mana ko'rsating. Style varianti. 2025-yil ishlab chiqarilishi to'xtatilgan bu Cobalt. Style Cobalt, bez probeg mana shu ham. Mana bunisi MCM mana yangi chiqqan monitorli. Mana bu 2026 mana shu Cobaltimiz. Shavkat aka. Yo'q, aytvordim mana. Aytvordingiz. Endi nima bo'ladi? To'tib bo'lsin. Ramazonga 12600. hop, ro'za kuni mana shuni kutib turdim men. Chorshanba kuni sahar turiladimi? 19 mi, 18 mi o'zi? 18. Chorshanba sahar turilsa agar adashmayotgan bo'lsa, Ramazonni 30 kunida kelganlarga har bitta klientga bonusimiz bor. Har biriga. Ramazonni ichida 30 kunda kelgan har bitta mijozimizga bitta sovg'amiz bor. Ana. Xudo xolasa, aka shunaqa dudingiz, men sizni podpisчигingizman, ko'ruvdim desa, videoyingizni ko'rib keldim desa, o'sha odamga sovg'amiz bor. Xudo xolasa chiroyli xursand qilib chiqazib yuboramiz. Mana bu boshqa gap do'stlar. 12 ta viloyatga nominglarga luboyni chiqazib beradi. Mana qora deysizlarmi, oq deysizlarmi, MCM style deysizlarmi, midnight style deysizlarmi, metan propanda yuradigan Jaydari deysizlarmi, kojinni deysizlarmi, prostani, voy bizda arzon. Sindirib yuboramiz, bor aylanib kel, luboydan unaqa gap kerak emas. Hammani bozorini bersin, hammani savdosini bersin, ukam. Rizq Allohdan, bizdan oladigan bizdan oladi. Kimdandir o'zini ixlos qilgan odam bo'lsa, o'shandan oladi. Gilamning nasibi. Endi faqat avtokreditda to'xtab qolmaganmiz. Halol nasiya savdo ham bor, naqd ham bor. Men ko'p eshitamiz-da, bir xil joylarga kirishsa, naqdga sotilmas ekan o'tda mashina. Lekin reklama qilishadi, lekin naqdga sotilmas ekan. Yo'q, shunaqasi ham bo'ladi. Naqdga sotsa, ularga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Endi shunaqa joylari bor-da. Xohlagan variantda nasiya savdo deysizmi, avtokreditmi, naqdmi farqi yo'q, kelaverasizlar. Xudo xolisa mana variantlar bor. Probegli, bez probegli hammasidan bor. Bemalol kelib, shunchaki kelib xarid qilish kerak bo'ldi. Xullas boshiga qancha mana MCM style variantlar? Agar birlamchi orqali olishadigan bo'lsa, birlamchiga. O'sha aytayotganimda mashina boshiga eng kamida 3700-3800 dollarlar kerak bo'ladi. Ana 3800 deylik ana. 3800 dollar kelsa, xudo xolisa. Oyiga Biz vohma qilmaymiz. Uzog'i bir 2 soat xudo xolisa hammasi ishlab tursa, joy-joyida ishlab ketadi. Oyiga 3.300.000 so'mdan bemalol kelib xarid qilish. 3.300 dan bo'lyapti. 3.300.000 so'm. Hozir Sumovoy hech qanaqa so'mda, yevro, dollar, firma degan narsalar yo'q, balog degan narsa yo'q. Mana oddiy avtokredit bo'ldi. Bu anu nima qilamiz, murakkablashtirib o'zimizni qiynab, odamlarni ham qiynab, kerak emas u narsa.
Tushunish kerak, xarid qilish kerak, bo'ldi. Endi lekin har xil odam bor. O'zingizlar qarab. Endi xalq o'zi aldab bo'lmaydi xalqimizda. O'zlari sekin kallani ishlatib kelishyapti. Mana Shavkat aka, siz ham sal bir bayislarga homiylik qilsangiz bo'ladimi? Mana shuncha moshim bor, pul bo'lsa. Biza bayismaymiz. Qaniganimdan beri spokойно, tixa yurasiz aka. Ishini qilgan yaxshi. Ukam bizni bayislar bilan ham ishimiz yo'q. Sayeslar bilan ham ishimiz yo'q. Bizni mana shu o'zini ishini qilgan yaxshi hamma. Qizimizni qilamiz, bir ikkimizni qilib, uyimizni bola chaqa o'sha gap har doim aytaman, ota-onam duosini olish. Men ham oktagon jang ber desam, uncha-munchasi qochib ketadi lekin. Endi bizni tinchgina shu blogerlikni qilaveraman men ham. Nima dedingiz? omadini bersin. Men ukam to'g'ri yurdi, yaxshi yurdi. Joyimizda yurimiz, Xudoga shukr. O'zimizning yayimizda yurimiz, Xudoga barakasini bersin. Bir insonga yomon niyatimiz ham yo'q, bir yomonligimiz ham yo'q. O'zimizning ishimizni qilamiz. Mendan olinglar, undan olmanglar. Ularda birak, menda yaxshi degan gap ishlatmaganmiz. Bizni tekshirib sotamiz, u gap emas, yaxshi ish emas. Dushani toza qilish kerak, Allohdan so'rash kerak, ota-onaning duosini olish kerak. Hammanglarni kirib kelayotgan Ramazon oyinglar bilan Xudo xolisa, Ramazonga chiroyli aksiyalarni qilib beramiz, Xudo xolisa, hammaning xonadoniga yaxshi mashinalar nasib qilsin. Inshaalloh. Har kuni shu o'tamiz. Shanba, yakshanba emas, dushanba, seshanba, chorshanba kelavringlar, sotiladigan ko'biltinglarni naqd pulga olib qolamiz. O'tga-betga odamlar sotib beraman, qo'y desa salonlarga qo'yib yurishgan ekan. Kelinglar mana, shuni olamiz, alishtirib beramiz, barter. Ko'pi keladi-da, palon salonda turuvdi, piston salonda turuvdi, sotib beraman, qimmatga kredit qilib sotib beraman deb qo'yib qo'yar ekanda. O'shan kelinglar mana naqd pul beramiz, barter qilib yengisiga o'tib ketasizlar. Bozor narxida shitir sanab olib qolishadi liboy mashinani. Yili necha bo'lsin? Haftani har kun 22 dan tepa. 22, 23, 24, 25 olamiz naqd pulga. Barter ham bor. Muddatli to'lov 12 ta viloyatga ishlab turibdi. Kevrasizlar, faqat kirish qismida tushdinglar glavniy xoddan ichkariga kirib kelinglar. Yoki oxirida tushsanglar, bu yoq boshida boyimiz. Yo'llarda har xil saygaklar bor, endi kelinglar qiladi. Ko'chada joyimiz bor, o't sklad, mashinalarni taxlab qo'yganmiz faqat. O'tli bolalar ham pashti saygak. Ichkariga kirib kelavringlar. Mana shu yerda o'zimizni shu yerdamiz, ichkarida o'zimizni ko'rsatib kalitni beramiz, nominglarga qilib beramiz, keyin pul berasizlar, xudo xolisa. Gap yo'q. Hammanglar yana bir marta kirib kelayotgan Ramazon bilan qutlayman. Hammani uyda yaxshi mashinalar nasib qilsin. Ramazonning 30 kunida kelgan har bitta mijozimizga sovg'amiz bor, xudo xolisa. Ota-onalarning duosini olib, hammanglar ro'zalarni yaxshi kutib olishinglarni, yaxshi mashinalar hayitga ota-onaga olishinglarni tavsiya qilamiz. Kelinglar, hammani bozorini bersin, hammaga omad tilaymiz. Tilaklar uchun addush rahmat. Mana ro'za Ramazon oyiga bomba aksiya. Qanday bo'lgan? Sonlar yaxshimi? Har kuni xizmatinglardamiz, kelavringlar. Rahmat. Ukalari bo'ladi. Shetasiz ham? Har kun shetdan. Gap yo'q. Do'stlar, like'lar bosib qo'yamiz. Videoni sirazi tashlaymiz. Shu videoni oxirida mijozlarning fikrini tinglab qolishsin. Qanaqa fikr, kommentariy ham o'chiramiz-ku. Mayli endi. Bizga endi ukam bari nima deydi? Yaxshi ukalaring bor desani poylab o'tiradi, yozaman. O'shalarni o'tirib bolalarga yozdirib o'tirish, keyin bolalarni topish kerak bo'lib qoladi. Lishni gap ko'payib ketadi. Ro'zadan oldin bosh og'riq ko'payadi. O'shaning uchun ukam bizga ortiqcha gap ortiqcha. Bizlarni biror gapini hazm qilib, yana yurib keturadigan bola emasmiz. O'shaning uchun ukam bizga kommentariy qiziq emas. O'zi reklama ham qiziq emas, ukam kelasan, yeting deysan, yetamiz ma'lumotlar. Xalq uchun mana shuncha. 2010 dan beri bilasan. Shunday. 15 yil 20 yil odamlar fikrini eshitamiz. 10 yil oldin oldim deganlarini ham eshitdim. Haligacha qaytib kelishyapti. Biz endi kecha chiqqan 1 yillik, 2 yillik bo'lsa ekan, baqirib, chaqirib, vohma qilsa. Ishladi, Allohga shukr, yaxshi hammasi. Endi farzandlik bersin. Ukam, kelinglar, Hamid aka, chiroyli qilib beraveringlar bizni obunachilarga. Kelinglar. Padeshkada bo'lamiz, videoni tashlaymiz. Hammaga shu Cobalt olaman degan yurtdoshlarimizga. Kelaveramiz. Assalomu alaykum. Mana aksiyadagi Cobaltni birin-ketin egalariga topshiramiz. Mana MC Mazda yengiz, xudo xolisa. O'zimizning yangi yo'lga Eldor akamga ketdi, xudo xolisa. Hammani xonadoniga nasib qilsin. Eldor aka qanaqa bo'ldi? Sarsongarchilik bo'lmadimi? Bizga kelib afsusdamasmisiz, xursandmisiz? Hamma narsa joyida. Mijozlarga. Assalomu alaykum, avvalambor eshitib turganlar. Hammaga tavsiya qilamiz, kelinglar. Zo'r ekan. Sal aldanchiroq ekan bo'lib, yarim soatda deb 20 minutda ishimizni bitirib qo'yishdi. Rozimiz, hammasi zo'r. Rahmat katta. Yo'q, dokument bitib, qo'lga teggandan keyin pul berishdi. Kalitni berdik, hujjatni berdik, keyin pul berdik. Shunaqa ekan. Okey, yaxshi kunga haydang. Hammanglar moshlar, uylarga shunaqa moshlar nasib qilsin. Yana bitta mijozimiz mana orqada hozir ularni ham
Xo'ja aka assalomu alaykum. Mana ukam ham yana bular ham yengisidan bosib oldilar mashinasi ham siz. Emsi ham eng zo'risi qatga ketishyapti sizga. Yangi yo'lga xudo xolasa. Bular qatga ketdilar. Yangi yo'lga ular ham. Yo, Yangi yo'l chempion bugun. Barcha yangi yo'llarga yaxshi mashinalar nasib qilsa hammaning xonadoniga bir emas qo'shaloq yangi yo'l ketyapti. O'z bir-biringlarni tanimaysiz. Taniyman. Taniysizmi? Taniyman. Shu yerda tanishib qoldik. Yo'q, o'z eskdan taniymiz bir-birimizni. Yo'q, lekin mana shu yerda ko'rishdik. Ana, bu ana kelishilmagan. Oka, yaxshi kunga mininglar. Yaxshilik bo'lsa hammani o'zingizga nasib qilsin. Rahmat, kelinglar. Kelinglar. Hamma rangi bor. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Har doim xudo xolasa, mana bugun yangi midnightimiz xudo xolasa Surxondaryo ketdi. Okam bizani mana eskitdan mijoz ekanlar. Ashdan olaman deb niyat qilgan ekanlar, xudo xolasa yangi qilib berdi. Oka narxini ola qanaqa bo'ldi? Natasida tekin qilib berdimi? Matarasi tekin. Narx-navo normal, zo'r. Aha, xursandmisiz? Xursandmiz. Rahmat sizga. Surxondaryo qatiga ketdi. Surxondaryo Jarqo'rg'onga ketdi. Jarqo'rg'onlik aka-ukalarga salom. Narxini arzon qilib berdim. To'ppa to'g'ri. Natarisi tekin qilib berdim. To'ppa to'g'ri. Hammani xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsin. Xudo xolasa bosinglar. Yana nasib qilsin. Yana bitta dodam borlar bu yoqda. Qani? Xudo xolasa o'zimizni Doda keling, Doda. Dodam mana xudo xolasa. Doda nechiga chiqdingiz? 65 ga chiqdilar. Dodam xudo xolasa bu 4-chisimi olishingiz nechinchi marta ovoz? Bu 4-chisi bo'lyapti. 3 marta olib ketgan mana shu yerdan. Uchalasidan baraka topdingizmi? Baraka toping. Mana qayerga ketdi? Ohon Yo'q, Olmaliqqa ketdi. Dodam 4-chi olishlar. Hammasidan baraka topdingiz. Baraka topganman hammasi. Doda yaxshi kunga haydang, umringiz ziyoda bo'lsin. 105 ga chiqqaningizda ham mana shu o'g'lingiz billa kelib zo'rlardan olib bersin, xudo xolasa. Hamma ranglaridan bor. Kelavringlar. Mana Doda rahmat. Muddatli to'lov naqd mana kelinglar. Yurgan, yurmagan hamma ko'biltlarimiz bor. Sergili mashina bozor. Kelinglar mana. Xizmatinglardamiz. Rahmat. Hozir zamini qo'yib olamiz. 20 qo'yamiz o'rniga boshqa. Assalomu alaykum hammaga. Sergili mashina bozor har doimgidek. Ichkarida joyimiz bor edi. Endi kirish qismida ham joyimiz bor. Baribir asosiy joyimiz ichkariga kiraverasizlar. Bu yerda endi ko'chadan ba'zadan olib beryapmiz. Akmal akam mana mijozimiz, xudo xolasa yangi mana Cobalt oldilar. MCMda naqd pulga oldilar. Ilgari ham mashina olib ketgan ekanlar ko'p bizada. Akmal aka mana mijozlarga nima deysiz? Mana Cobalt oldingiz, xursandmisiz? Juda ham xursandman. Sarsongarchilik bo'lmadimi? Baraka toping. Bittada kelib 15 minutda ishim hal bo'ldi. Mana oldindan zaklatdan olmasdan dokument qilib berdilar. Sirazi sarsongarchiliksiz bittada olib chiqib ketyapman, xudo xolasa podarkaga. Sizlarga tavsiya qilaman, bemalol kelib olsanglar bo'lar ekan. Ishonchli mashinalar ham shunday turgan mashinalar bemalol olasizlar. 0 probeg har xili bor ekan. Rahmat baraka toping. Ilgarigi mashinadan ham baraka topdingizmi? Baraka topdim. Onaxon duo qilib qo'ysinlar, otaxon duo qilib qo'ysinlar. Hammani xonadoniga mana shunaqa Cobaltli yangisini olish nasib qilsa. Kimgadir yoki 12 mana eng full Redline har xil mana Damas massa so'raganlar, Damas Trekker'i ham hammasidan bor. Cobaltlarni hamma yillaridan bor. Joyimizda ichkarida 5-qator kirishda asosiy mashinalar o'tdi. Bu yerda kirish qismida ham chap tarafda joyimiz bor. Kelavringlar, xizmatinglardamiz.